Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yil 10 avgustgacha ariza bermagan odam to'lovdan qolib ketishi mumkin. Bu gap oddiy ogohlantirish emas. Bu muddatni o'tkazib yuborgan kishiga men bilmagandim. Menga hech kim aytmadi. Hujjatlarim tayyor edi, faqat borishga ulgurmadim deb yursa ham pulni olish masalasi juda qiyinlashadi. Shuning uchun hozir shu videoni diqqat bilan ko'ring, oilangizdagi katta yoshdagilarga, nogironligi bor yaqinlaringizga, nafaqa yoki kompensatsiya kutayotgan tanishlaringizga ham yetkazing. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda odamlar eng ko'p adashadigan joylarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Men avvalo masalaning asosini tushuntiraman. Ko'pchilik to'lov, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam haqida gap ketganda shunday o'ylaydi. Davlatning o'zi biladi, men hujjat topshirmasam ham keyin hisoblab beradi. Mana shu fikr eng xavfli xatolardan biri. Chunki ko'p turdagi to'lovlarda asosiy shart ariza berish hisoblanadi. Ya'ni huquqingiz bo'lishi mumkin, yoshingiz to'g'ri kelishi mumkin, daromadingiz past bo'lishi mumkin, oilaviy holatingiz mos bo'lishi mumkin. Lekin ariza bo'lmasa, tizim sizni avtomatik ravishda to'lov oluvchi sifatida tan olmasligi mumkin. Oldin ayrim holatlarda odamlar kechroq murojaat qilsa ham, ma'lum davr uchun qayta hisob-kitob qilish osonroq bo'lgan. Masalan, kimdir hujjatini kech topshirsa, ayrim to'lovlarda orqadagi oylar ham qisman hisoblab berilgan. Lekin hozir tartiblar ancha aniq, muddatlar qat'iy, elektron tizimlar orqali tekshiruvlar kuchaygan. Eng muhim narsa shuki, ariza qachon berilgan bo'lsa, ko'p holatda to'lov ham o'sha kundan yoki o'sha oydan boshlab ko'rib chiqiladi. Demak, siz kechiksangiz huquqingiz bo'lgan davr uchun puldan quruq qolishingiz mumkin. Bu yerda 2026 yil 9 avgust sanasi shunchaki bir raqam emas. Bu sana ko'p oilalar uchun oxirgi imkoniyat bo'lishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men odamlar keyin ortiqcha sarson bo'lmasligi uchun, oldindan harakat qilish uchun aytyapman. Chunki amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odam muddatni bilmaydi, keyin bitta hujjat yetishmaydi, keyin idoraga boradi, navbat kutadi, tizimda xatolik chiqadi. Bank kartasi faol emasligi ma'lum bo'ladi, natijada vaqt o'tib ketadi. Endi kimlar albatta xavotir olish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda har qanday ijtimoiy to'lov, nafaqa, yordam puli, kompensatsiya, bola puli, moddiy yordam, pensiya yoki qayta hisob-kitob bo'yicha o'zini haqli deb hisoblaydigan odamlar muddatni tekshirishi kerak. Agar sizning oilangizda daromad kam bo'lsa, voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, nogironligi bor shaxs bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsa, yolg'iz keksalar bo'lsa, mehnat staji bilan bog'liq masala bo'lsa, siz bu masalani ertaga qoldirmasligingiz kerak. Masalan, bir oilani olaylik. Oilada ota ishlaydi. Ona uyda 3 nafar farzand bilan o'tiradi. Oylik daromad 3 million so'm atrofida. Ijara bor, bolalarning maktab xarajatlari bor, oziq-ovqat narxlari bor. Bunday oilada ijtimoiy yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin ular ariza bermasa, mahalla yoki tegishli organ avtomatik ravishda pul o'tkazib yuboradi deb kutish noto'g'ri. Oila 2026 yil 10 avgustgacha murojaat qilmasa, keyin ariza bergan sanadan boshlab ko'rib chiqilishi mumkin. Oldingi oylar uchun pulni talab qilish esa har doim ham natija bermaydi. Ikkinchi misol, 60 yoshga yaqinlashgan yoki pensiya yoshiga yetgan fuqaro mehnat stajini to'liq yig'magan deb o'ylab yuradi. U aslida arxidan ma'lumotnoma olsa, eski ishlagan yillari topilishi mumkin. Lekin baribir menga chiqmaydi deb ariza bermaydi. Keyin 2026 yil 10 avgustdan keyin kelib hujjat yig'ishni boshlaydi. Arxiv javobi 10 kun, ba'zan 15 kun, ayrim holatda undan ham ko'proq vaqt oladi. Mehnat daftarchasida yozuv xira bo'lishi mumkin, korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin, ish haqi ma'lumotnomasi alohida so'ralishi mumkin. Natijada odam pul olish mumkin bo'lgan davrni o'tkazib yuboradi. Uchinchi misol, nogironligi bor shaxs yoki uning vakili tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi, ariza sanasi va to'lov boshlanish sanasini aralashtirib yuboradi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odamda tibbiy xulosa bor, lekin to'lovni rasmiylashtirish uchun alohida murojaat kerak bo'ladi. Yoki avvalgi hujjatda muddati tugagan bo'ladi, yangilangan xulosa tizimga tushmagan bo'ladi. Agar odam hammasi avtomatik bo'ladi deb kutsa, bir necha oy pul olmasligi mumkin. Masalan, oyga 700 ming so'm yoki 1 million so'm atrofidagi to'lov bo'lsa,
3 oy kechikish 2 milliondan 3 million so'mgacha yo'qotish degani. Bu ko'p oilalar uchun juda katta pul. 4-chi misol boquvchisini yo'qotgan oila. Otasi yoki onasi vafot etgan, farzandlar voyaga yetmagan. Bunday vaziyatda hujjatlar juda muhim. O'lim haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik bo'lsa tegishli qarorlar. Agar hujjatlardan bittasi yetishmasa, ariza qabul qilinmasligi yoki ko'rib chiqish cho'zilishi mumkin. Shuning uchun muddatga bir hafta qolganda yugurish juda xavfli. Men har doim aytaman. Muddat o'rindiq avgust bo'lsa, siz o'zingiz uchun ichki muddatni kamida iyul oxiri qilib belgilang. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz allaqachon ariza bergan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiq bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda holat ko'rinib turgan bo'lsa yoki tegishli idoradan ro'yxatga olingan raqam olgan bo'lsangiz, sizda asosiy qadam bajarilgan bo'ladi. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ariza berilgan bo'lsa ham qo'shimcha hujjat talab qilindi, ma'lumot mos kelmadi, bank rekviziti noto'g'ri. Pasport ma'lumoti yangilanmagan degan holatlar bo'lishi mumkin. Ariza berish ishning yarmi, uning holatini nazorat qilish ikkinchi yarmi. Endi istisnolar, xavfli joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, og'zaki maslahat ariza hisoblanmaydi. Siz mahallaga borib, menga pul chiqadimi deb so'ragan bo'lishingiz mumkin. Siz tanish xodimga telefon qilib maslahat olgan bo'lishingiz mumkin. Siz idoraga kirib, navbatchidan keyinroq keling degan javob eshitgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu rasmiy ariza emas. Rasmiy ariza deganda elektron tizimga kiritilgan, ro'yxatdan o'tgan, qabul qilingan sanasi bor murojaat tushuniladi. Ikkinchi nozik masala, hujjat topshirdim deb o'ylash bilan hujjat qabul qilinganligi boshqa narsa. Masalan, odam pasport nusxasi, guvohnoma, ma'lumotnoma olib boradi. Xodim mana buni ham olib keling deydi. Odam esa men topshirib qo'ydim deb o'ylaydi. Aslida ariza hali yakuniy ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har safar savol bering. Mening arizam rasmiy qabul qilindimi? Qabul qilingan sanasi qaysi? Murojaat raqam bormi? Mana shu 3 ta savol sizni ko'p muammolardan himoya qiladi. 3-chi nozik masala bank kartasi va hisob raqami. Ko'p odamlar barcha hujjatni to'g'ri qiladi, lekin karta muddati tugagan bo'ladi. Karta boshqa shaxs nomida bo'ladi yoki bank rekvizitida xato ketadi. To'lov tayinlansa ham pul tushmaydi. Keyin odam menga pul bermayapti deb yuradi. Aslida muammo bank ma'lumotida bo'ladi. Shuning uchun ariza berishdan oldin o'z nomingizdagi faol bank kartasi yoki hisob raqamini tekshiring. Agar to'lov voyaga yetmagan farzand nomidan bo'lsa, qonuniy vakil sifatida kim ko'rsatilishini oldindan aniqlang. 4-chi nozik masala, yashash joyi va ro'yxat. Ba'zi to'lovlarda doimiy ro'yxat, vaqtinchalik ro'yxat yoki faktik yashash manzili muhim bo'lishi mumkin. Masalan, odam Toshkentda ijarada yashaydi, lekin doimiy ro'yxati viloyatda. U qaysi joyga murojaat qilishini bilmaydi. Natijada bitta idora boshqasiga yuboradi, vaqt ketadi. Bunday holatda oldindan tegishli organ yoki yagona interaktiv xizmat orqali aynan qayerga murojaat qilish kerakligini tekshirish kerak. Men shu yerda yashayman degan gap ba'zan yetarli bo'lmaydi. Buni hujjat bilan tasdiqlash talab qilinishi mumkin. 5-chi nozik masala, oilaviy tarkib va daromad. Ijtimoiy yordam masalalarida oilada kimlar borligi, kimning nomida mulk borligi, kim rasmiy ishlayotgani, kimning daromadi borligi tekshiriladi. Ayrim odamlar mening nomimda mashina bor, lekin u yurmaydi deydi. Yoki uy akamning nomida men yashayman deydi. Yoki farzandim ishlaydi, lekin bizga yordam bermaydi deydi. Tizim esa hujjatdagi ma'lumotga qaraydi. Shuning uchun ariza berishdan oldin oilaviy holatingiz, mulk, daromad, aliment, ijara, ishsizlik, talabalik holati kabi ma'lumotlarni tartibga soling. Agar biror ma'lumot noto'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, uni tuzatish uchun vaqt kerak bo'ladi. 6-chi nozik masala, menga rad javobi berishdi, demak tamom deb o'ylamang. Rad javobi ham oxirgi nuqta emas, rad etish sababi bo'ladi. Masalan, daromad me'yordan oshgan, hujjat yetishmagan, ma'lumot mos kelmagan, ariza noto'g'ri toifaga berilgan, vakolatli organ boshqa bo'lgan. Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, uni to'ldirib qayta berish mumkin. Agar ma'lumot xato bo'lsa, tuzatish mumkin. Agar siz rad javobini asosiy deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organ yoki sud tartibida shikoyat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi vaqt talab qiladi.
Shu sababli 19 avgustni kutmasdan hozirdan harakat qiling. 7. nozik masala ishonchnoma. Keksalar, kasal odamlar, nogironligi bor shaxslar ko'pincha o'zlari idoraga bora olmaydi. Ularning o'rniga farzandi, turmush o'rtog'i yoki boshqa yaqinlari murojaat qilmoqchi bo'ladi. Lekin har doim ham oddiy qarindoshlik yetmaydi. Ba'zi holatlarda notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati talab qilinadi. Agar siz onangiz, otangiz yoki boshqa yaqin insoningiz nomidan ariza bermoqchi bo'lsangiz, avval vakillik masalasini aniqlang. Aks holda idoraga borasiz, navbat kutasiz. Keyin ishonchnoma kerak deyishadi. Yana vaqt yo'qotasiz. 8. nozik masala elektron ariza berganda fayllar sifati. Hozir ko'p xizmatlar onlayn ishlaydi. Bu qulay, lekin xatolar ham ko'p. Pasport rasmi xira chiqadi, hujjatning cheti kesilib qoladi. Fayl noto'g'ri formatda yuklanadi. Telefon raqami xato yoziladi, SMS kelmaydi. Elektron raqamli imzo muddati tugagan bo'ladi. Men tavsiya qilaman, onlayn ariza berayotganda har bir sahifani shoshilmasdan tekshiring. Telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsin. Ariza yuborilgandan keyin skrinshot yoki tasdiq xabarini saqlab qo'ying. Bu keyin sizning dalilingiz bo'ladi. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam. O'zingiz qaysi to'lov yoki yordam turiga da'vo qilayotganingizni aniqlang. Bu pensiyami, nafaqami, bola pulimi, moddiy yordammi, kompensatsiyami, o'quvchisini yo'qotganlik to'lovimi? Nogironlik bo'yicha to'lovmi yoki boshqa ijtimoiy yordammi? Har birining sharti boshqa. Birining muddati tug'ilgan kundan hisoblanadi, boshqasiniki ariza sanasidan, yana boshqasi oilaning daromadi muhim bo'ladi. Ikkinchi qadam. Hujjatlar ro'yxatini oldindan yozib chiqing. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, JSSR, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, o'lim guvohnomasi, tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank rekviziti, ishonchnoma, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Men bu ro'yxatni umumiy aytyapman, chunki aniq holatga qarab talab o'zgaradi, lekin eng katta xato shu. Odam bitta pasport bilan boradi, keyin 5 marta qatnaydi. Uchinchi qadam. Hujjatlaringizdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, JSSR va manzillarni solishtiring. Ayniqsa eski hujjatlarda familiya o'zgargan bo'lsa, nikohdan keyin familiya almashgan bo'lsa, lotin va kiril yozuvida farq bo'lsa, xatolik chiqishi mumkin. Masalan, bitta hujjatda o'g'li yozilgan, boshqasida o'g'li yozilgan, uchinchisida umuman yozilmagan bo'lishi mumkin. Oddiy ko'ringan bunday farqlar tizimda mos kelmaslik keltirib chiqaradi. 4-qadam. Arizani imkon qadar erta bering. Men 2026 yil 25 avgustni oxirgi kun deb ko'rib, 7 avgustda yugurishni mutlaqo tavsiya qilmayman. Oxirgi kunlarda tizim yuklamasi oshishi mumkin. Idoralarda navbat ko'payishi mumkin. Xodimlar hamma murojaatni bir kunda ko'rib chiqa olmasligi mumkin. Agar hujjat yetishmasa, sizda uni to'ldirishga vaqt qolmaydi. Eng to'g'ri yo'l. Muddatdan kamida bir necha hafta oldin ariza topshirish. 5-qadam. Ariza qabul qilinganligini tasdiqlovchi dalil oling. Agar onlayn topshirsangiz, ariza raqami, sana holat ko'rsatilgan sahifani saqlang. Agar idoraga borib topshirsangiz, qabul qilinganligi haqida qayd raqamini so'rang. Agar sizga keyin xabar beramiz deyishsa, arizam ro'yxatdan o'tdimi deb aniqlashtiring. Chunki keyin bahs chiqsa, sizga og'zaki gap emas. Aynan tasdiq kerak bo'ladi. 6-qadam. Ariza holatini kuzatib boring. Ko'pchilik ariza topshiradi-yu, bir oy kutadi. Keyin bilsa, ertasiga qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'ladi. SMS kelmagan, telefon ochiq bo'lgan yoki odam xabarini tushunmagan. Shuning uchun haftasiga kamida bir marta holatni tekshiring. Telefon raqamingizni o'zgartirsangiz, tegishli idoraga xabar bering. Elektron kabinet bo'lsa, kirib ko'ring. Mahalla orqali bo'lsa, mas'ul xodimdan rasmiy javob so'rang. 7-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini yozma shaklda oling. Sizga chiqmaydi degan gap yetarli emas. Nima uchun chiqmaydi? Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Qaysi hujjat yetishmadi? Qaysi ma'lumot mos kelmadi? Agar sababni bilsangiz, yechim topasiz. Agar sababni bilmasangiz, faqat taxmin bilan yurasiz. Yozma javob keyingi murojaat, shikoyat yoki maslahat uchun asos bo'ladi. 8-qadam. Oilangizdagi eng zaif guruhlarni birinchi tekshiring. Keksalar, nogironligi borlar, bolali oilalar, o'quvchisini yo'qotganlar, yolg'iz onalar, ishini yo'qotganlar. Kam ta'minlangan oilalar ko'pincha ko'makka eng muhtoj bo'ladi, lekin aynan ular hujjat ishlarida qiynaladi. Agar siz yoshroq, savodliroq
internetdan foydalana oladigan odam bo'lsangiz, yaqinlaringizga yordam bering. Bir qarindoshingiz uchun hujjatlarni tartibga solib berishingiz uning bir necha million so'm pulini saqlab qolishi mumkin. 9-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. İnternetdə falon pul hammaga berilar ekan. Ariza bermasa ham tusharkan. Tanishim o'lib berarkan degan gaplar ko'p. Men bunday gaplarga ishonmaslikni maslahat beraman. Har doim tegishli davlat organi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla, pensiya yoki ijtimoiy himoya organlarining rasmiy ma'lumotini tekshiring. Agar tushunmasangiz, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob keladi. Og'zaki gap esa keyin isbot bo'lmaydi. 10-qadam. Sanalarni alohida yozib qo'ying. Ariza berilgan sana, hujjat topshirilgan sana, qo'shimcha hujjat so'ralgan sana, javob berilgan sana, to'lov tayinlangan sana, bankka o'tkazilgan sana. Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin yoki telefoningizdagi eslatma bo'lishi mumkin. Lekin tartib bo'lsa, siz vaziyatni nazorat qilasiz. Tartib bo'lmasa, odam o'zi ham qachon nima qilganini unutadi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Agar siz 2026 yil 17-avgustgacha ariza berishingiz kerak bo'lsa, arizani faqat pul kerak degan mazmunda emas, aniq va tushunarli yozing. Masalan, menga amaldagi tartibga muvofiq tegishli to'lovni tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Zarur hujjatlar ilova qilinadi. Arizam ro'yxatdan o'tkazilganligi va ko'rib chiqish natijasi haqida xabar berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, murojaat mazmuni aniq bo'ladi. Agar qaysi to'lov nomini bilsangiz, albatta nomini ko'rsating. Bilmasangiz, vaziyatingizni batafsil yozing va qaysi yordam turiga haqli ekaningizni aniqlab berishni so'rang. Agar siz idoraga borayotgan bo'lsangiz, hujjatlarning asl nusxasi va nusxalarini olib boring. Telefoningizda hujjat rasmi bo'lishi yaxshi, lekin ko'p joy asl hujjat talab qilinadi. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, mehnat daftarchasi, tibbiy hujjat, bank rekviziti kabi asosiy narsalarni bitta papkaga soling. Har bir hujjatning rasmini telefoningizda ham saqlab qo'ying. Agar biror hujjat yo'qolgan bo'lsa, dublikat olishni oxirgi kunga qoldirmang. Agar siz onlayn murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, internet barqaror joyda o'tiring. Hujjatlarni oldindan skaner yoki aniq rasm qilib tayyorlang. Fayl nomlarini tartibiga qo'ying. Masalan, pasport, tug'ilganlik, bank, tibbiy xulosa deb nomlasangiz adashmaysiz. Ariza yuborilgandan keyin chiqadigan tasdiqni darhol saqlang. Keyin men yuborgandim, lekin topolmayapman degan holatga tushmaysiz. Yana bir ogohlantirish. Vositachilarga ehtiyot bo'ling. Men pulingizni chiqarib beraman, falon foizini berasiz deydigan odamlar bo'lishi mumkin. Rasmiy to'lovni olish uchun pora yoki noqonuniy xizmat kerak emas. Siz hujjatingizni to'g'ri tayyorlab, rasmiy tartibda murojaat qilishingiz kerak. Agar kimdir sizdan pul talab qilsa, ayniqsa tezlashtirib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Bu sizni ham puldan, ham vaqtdan, ham qonuniy huquqingizdan mahrum qilishi mumkin. Xulosa qilib aytaman. 2026 yil 15-avgustgacha ariza berish masalasi juda jiddiy. Sizda huquq bo'lishi mumkin, lekin ariza bo'lmasa pul ham bo'lmasligi mumkin. Kechikkan odam ko'pincha faqat keyingi davr uchun ko'rib chiqiladi. O'tgan oylar uchun esa pulni qaytarib olish qiyinlashadi. Shuning uchun bugun holatingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, ariza bering va ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. Men sizlardan so'rayman. Oilangizda yoki tanishlaringiz orasida shu masalaga aloqador odamlar bormi? Izohlarda yozing. Sizning hududingizda ariza topshirish jarayoni qanday ketayotganini ham kommentariyada ayting, boshqalarga foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ariza bir oilaning muhim pulini saqlab qolishi mumkin.